yoshli ayollar, morbidniy ojireniya juda ham semizlar. Bular yosh juvon bo'lganlari bitta tuqqanlarda, ikkinchisida mikroadenoma gipofizi bo'lgan, davolanib yana bitta farzandli bo'lganlar. Hozir hayz yo'q. Uje anti-Millerov gormon uje juda ham past. Uje menopauzadalar. Nima demoqchimanki, modda almashish buzilib ketgan, jigarga yog' yig'ilgan, fermentlar juda ham balon. Juda miyalar 24 soat bo'lsa bir sutkada 24 soat miyalar ishlaydi. Baxtli, saodatli ayol o'tiribdilar. Mana xo'jayinlar ham zo'r odam ekanlar. Faqat o'zlarini mana shunaqa nakruchivать qilar ekanlar. Semirib ketganlar, hozir oshqozonim operatsiya qilaymi yo'qmi deb kelibdilar. Men hozir aytmoqman, quloq solsangiz, xudo xolasa, ossa bo'ladi. Zo'r ozanlar. Faqat qunt kerak. Mana zo'rlar, juda ham aqlli ayollar. Xudo xolasa hamma narsani korreksiya qildik. Jigari hozir to'g'rilamasak bo'lmaydi. Juda fermentli balon. Mana ozdiradigan dori bering deyaptilar, o'sha inyeksiyalarni. O'shani uchun ham, qilish uchun ham jigarni to'g'rilash kerak, ozgina. O'shaning uchun kapelitsini yozdik. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Vitaminlar, mikroadenoma endi u oldingi kasalliklar unaqa neaktivniy, gormoni neaktivniy mikroadenoma deydi bizda. Aktivniy bo'ladi, neaktivniy. Unaqa gormonli mamlaqa bo'lib yotgani yo'q, faqat semizlik. Xudo xolasa zo'r bo'ladilar. Aytganimizni qilsalar. Uje qayta ko'rikda spokойный, chiroyli ayol o'tiribdilar. Maxshi. Uje ancha o'zlariga keldi, chunki birinchi qabulda biz rosa gaplashdik. Faqat o'zingiz yordam bera olasiz dedim. Biz faqat yo'nalish beramiz. Yana uje cho'chli zo'r, cho'tki bo'lib ketdilar. O'zingizlar ehtiyot qiling. Yana ko'rsatamiz ozgina.